Bugungi videoda shtek rasimiz kolonkaga. Xo'sh, bizga kerak bo'ladi 1 metrcha 2 santim. И kolonkani o'zidan особый shtekер kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa shtekер kerak bo'ladi. Keyin bizga kemera kerak bo'ladi. Mana shu uchalasidan hozir biz shtek rasimiz. Shtekerimiz ham tayyor. Ko'rishingiz mumkin, zo'r chiqdi. Kemeralarni ham keltirib qo'ydik. Yoniga bo'lsin buni tep etsam, usilisel kuyib qolmaydi. Xuddi shu tarzda ikkinchisi ham xuddi shunaqa qilsak, menimcha ideal bo'lib chiqadi shtekerilar.